Oilada 6 ta farzandmiz. Shu otamdan qolgan shu merosda o'zimizga o'tkazmoqchi bo'lib, shu notariuslarga murojaat qilgandik. Notarius xodimlari shu tug'ilishda muammo bor ekan, shu ism noto'g'ri ekan, ba'zida chiqmadi. Shu nima bilan rad qilishdi. Kimyo adliya bo'limiga murojaat qildim. Ancha dobdiraymanmikan desam, yo'q, yaxshi, ishim oson bitdi. Mashinasida olib kelib qo'yishdi, o'zlari chaqirdi, shekka kelavering, shu kuni sud bo'ladi deb chaqirib, o'zlari olib borib, yaxshi baraka topsin olib kelib ishlarimizni hal qilib berishdi ijobiy tomonga. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining mulk huquqlari kafolatlari aksiyasi doirasida O'zbekiston tuman adliya bo'limi tomonidan huquqiy aksiya doirasida fuqaro Oqtepa MFY Tadbirkor ko'chasida yashovchi fuqaro Boratov Saidakbar Mirzakbarovich O'zbekiston tuman adliya bo'limiga murojaat qilgan. Ushbu murojaatga asosan o'rganishda fuqaroning o'sha otasidan qolgan mol-mulkda meros qilib olish masalasida muammo yuzaga kelayotganligi aniqlandi. Ushbu muammoni bartaraf qilish yuzasidan O'zbekiston tuman adliya bo'limi tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha O'zbekiston tumanlararo sudiga tug'ilganlik faktini belgilash yuzasidan da'vo arizasi kiritilib, sudning 2026-yil 12-fevraldagi hal qiluv qaroriga asosan da'vo qanoatlantirildi hamda fuqaroning huquqlari tiklandi. Endi fuqaro o'sha meros uchun ochgan holatda mulkni bemalol davlat ro'yxatidan o'tkazib olishi mumkin.